Assalomu alaykum hammaga. Hozir Saidakbar bilan Bali to'g'risida suhbatlashamiz. Saidakbar Bali kelganlarga 1 oy bo'lgan bo'lsa, men anchadan beri yashab kelayotganim sababli Bali to'g'risida fikrlarimizga mos keladimi yoki farq qiladimi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz, balki o'zingizga qiziq bo'lgan yoki foydali bo'lgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Xo'p, Bali kelganingizga ancha bo'ldi, xudo xolasa. Ha, boshida kelganingizdagi, hozirgi kundagi fikringiz ob-havo to'g'risida qanaqa? Chiqish qiyin bo'ldimi yoki noqulaylik tug'dirdimi? Ha, ob-havo bo'yicha birinchi sezgan narsam, odatda qayergadir borsam, ob-havo ilovasiga kiraman, yomg'ir bo'lsa yomg'ir yog'adi. Lekin Balida bugun yomg'ir ko'rsatgan bo'lsa, shu kuni yomg'ir yog'masligi ham mumkin ekan. Yomg'ir ko'rsatmagan bo'lsa, yomg'ir yog'ishi ham mumkin ekan. Shunaqa. Juda kattaligi uchun bu nimaga? O'zi ko'pchilik Bali kichkina joy deb o'ylaydi. Bu Toshkentning ancha katta orol. Ob-havoni qarayotganda Bali emas, aniq bir rayonni ko'rsanglar bo'ladi. Endi bu tropik joy bo'lgani uchun ob-havo tez o'zgarib turadi. Bu taxminiy prognoz, kutilyapti deyiladi. Mana shunaqa ob-havo kutilyapti deyiladi. O'shandan kelib chiqib xulosa men o'zi sezgan narsam, endi Bali kelishimdan oldin Phuket bilan solishtirganimda. Lekin bilsam, Bali Phuket orolidan 10 barobar katta ekan. Juda katta. Men o'ylagandan ancha katta ekan. Aholisi ham shunga yarasha. Endi siz yomg'ir paytida, yomg'ir sezon, odatda yanvar, mart oylari yomg'irli sezon bo'lgani uchun 23-24-yil deyarli yomg'ir yog'madi, juda quruq bo'ldi. 25-yil 12-yanvar yomg'ir yog'ishi boshlab, may oxirigacha yomg'ir yog'di. Shunaqa holat bo'ldiki, 20 ga o'tmasdan yomg'ir yog'di. Gorizontal, vertikal, pastdan tepaga har qanaqasini ko'rdingiz. Mashitda bo'ldi. Balini yomg'ir bilan o'rab olishdi. Bu har xil shov-shuvlar, Balini suv bosibdi. Balida hozir hamma rasvo ekan degan har xil shov-shuvlar yurdi. Yo'q, hammasi yolg'on. Bali tepalikda bo'lgani uchun hamma yomg'ir oqib akanga chiqib ketdi. Va siz chet el yurar ekansiz. Balin aynan qaysi jihatlari sizni hayratda qoldirdi? Shokka tushirgan holat bo'ldi menda. Yomg'ir bitta yog'ganda bir 2 minut, 3 minut yog'ar ekanda endi, lekin juda ham tez, yomg'ir emas-ku, barabar. Jalla. O'xshaydi. 2 minutda 1 metrga suv ko'tarilib qoladi. Yana bir 15 minutda tekis bo'lib qoladi. Hech nima qolmaydi. Boshqa joyda ko'rmaganman, endi qisqa va juda ham kuchli yomg'irni. Xuddi shunaqa, osmon yirtilibdi deyshadi-yu. Keyingi savol. Xo'p, siz kelganingizdan keyin kuchli yomg'ir yog'ib, tabiat podarka berdi. O'sha sizni kayfiyatingizga qanchalik ta'sir qildi? Kayfiyatimga o'zim ehtiyotkor bo'lishga harakat qildim. Endi baykda yuribman, yomg'irda iloji boricha sekinroq harakat qilib yurishga harakat qildim, lekin ortiqcha menga qarata bosim bo'lmadi. Qaytanga men yomg'ir yog'gan paytda hamma joy yana ham yashil o'zi aytdingiz-ku, hamma joy yashillashib ketadi dedingiz. O'shanga menimcha faqat kulish bu ustod. Menga ham yoqadi to'g'risi yomg'ir. Yomg'irda hech qanaqadir yomg'ir asfaltga tushish bilan hid bor-ku. Maza qilasiz, hamma toza, kislorod, vobshe maza qilib yuborasiz. Endi o'tbetga boradigan bo'lsangiz, yomg'ir qachon ta'sir qilishi mumkin? Kuchli shamol, kuchli yomg'ir bo'lib, to'lqinlar ko'tarilib, bir opasniy holat yuzaga kelmasa, lokatsiyaga borishga umuman o'z ta'sir qilmaydi. Prosta tayyorgarlik ko'rib olish kerak. Zonti, dajdivika olish kerak bo'ldi. Chunki men mashinada boradigan joyga. Shuning uchun muammo emas deb hisoblayman men. Hop, keyingi savol. Baliga birinchi kelganingizda mahalliy aholi bilan birinchi taassurotingiz bilan bugungi kundagi taassurotlaringiz farq qiladimi yo'qmi? Farq qilmaydi, chunki Bali kelishimdan oldin men juda ham katta kutilmalar bilan kelgandim bo'lsa, hamma o'sha ko'p eshitganman turistlardan, boshqa blogerlardan o'sha samimiy, har doim kulib turishadi. Men o'ylaganimda juda ham hurmat qilishadi, hurmat yuqori deb va o'ylagan narsamni oldim. Juda ham yaxshi, mehribon. Menda ham shunaqa bo'lgan, birinchi kelganimda kulib turadi-da. Xuddi o'ylaysiz, menda buni ishi bor deb o'ylaysiz. Shuni so'ramoqchi edim. Bu qanaqadir pul ishlanish anaqasimi? Ha, menda dardi bor, yo'q, unaqa emas. O'zi shunaqa, tarbiya shunaqa. Bu tag'in Bali oroli, sal shu striyroq. Agar Balidan tashqariga chiqsangiz, uni bundan ham sodda. Bundan ham ochiq ko'ngil. O'shanga kelaveringlar, sizlarni o'tib hech kim xafa qilmaydi. Hop, shu qisqa muddat ichida siz yaqindan tanishgan bitta odam bormi? Imенно Bali aholisi. Tanishdim, o'zi hostelda turishni nimaga yaxshi ko'raman, shu indoneziyaliklar bilan tanishaman, boshqa qilaman deyman. Tanishdim, suhbatlashdik, ya'ni har bitta gapdan yordam bergisi kelyapti-da. Nima qilmoqchisan, nima qilman, bayk olmoqchiman desam, bo'ldi men arzonrog'ini topib beraman, unaqa qilaman, bunaqa qilaman deyapti. Yoki Jakartaga avtobusda bormoqchiman desam, bo'ldi men yana arzonroq joyni topib beraman, shunaqa qilishyapti-da. Shunaqa yordam bergisi keladi. Shunga men do'stlashganimdan qarab tursaman, bitta shunaqasi bo'ldi. Hozircha bitta. Nega bu baliliklar, umuman indoneziyaliklarda qanaqadir bir xarakterida agressiya yo'q? Bu to'g'risida meni alohida fikrim bor. Aytib qo'ya qolaman hozir. Mirzani prikoli bor, nima qilman, ishlab balandaqdagi yotaman, kay qo'yapti, mana shundoq ham deydi-ku. Bularda o'sha qish yo'lligi, klimat o'zgarmasligi, bitta usti bosh 10 yilgacha kiyib yurish mumkinligi, uyda o'sha sezon bilan bog'liq muammoli bo'lmaganligi uchun ularda agressiya yo'q. Signal chalishmas ekan. Yo'q, hech kim signal chalmaydi bu yerda. Nimagadir. Odamlar avariya ko'rmaysiz.
Avariya, svetofor yo'q, gai yo'q. Avariya ko'rmaysiz. Fikri xayol yo'lda bo'ladi-da, xayoli chalg'imaydi. O'shani hisobiga avariya bo'lmaydi. Meni fikrim shu. Balki noto'g'ridir. O'zingizlar fikringiz bo'lsa yozib qoldiringlar.